Assalomu alaykum hammaga, hurmatli obunachilar. Bugun mototsiklga olib motor qo'yganmiz. Toza motor. Yagona motor chayaq motor bo'ladi, 200 lik. O'zinikini olib tashladik. O'ziniki remontlasang yuradi. 200 lik motor. Buni sotamiz. 250 lik bu. Sotiladi. Kimga qiziq bo'lsa motorlar ham qo'yib beramiz xudo xolasa. Motorlar var. Buning bahası 4 milyon 600 ming so'm bo'ldi. 4 milyon 600 ming so'm bo'ldi. Tur motorning o'zi hech narsasi yo'q boshqa. Bunun zapchastlari var, eng qiziq yeri. Hamma zapchastlari bor. Klapan, silindr, peridasi, hamma zapchasi bor, muammosi yo'q. Evet, bakayım fine. Zor mekan mı attı? Vay zor.